Ha, keling. Oyim qo'yib yubordilarmi? Qo'yib yubordilar. Xotin? Qamalab ketmasak bo'lgani? Yaxki. Tinchlikmi? Oyim bugun shunaqa katta pul o'tkazdilar. Dahshat, ko'rib qo'rqib ketdim. Qancha? Millionmi? Qanaqa million? Milliard degan. So'mdami? Ha, qop so'mda. Dollarda-ku. Voy, bizga ham beradilarmi? Bilmadim. Oyim qo'rqmaydilar. Ularni ko'rgan sari men qo'rqib ketyapman. O'ylamang. Nimaga qo'rqasiz? Ushab ko'rdingizmi? Ushab quchoqlab ko'rdim. Zo'r-ku. Jinnimisan sen? Hammasini bank orqali hal qilishadi. Qog'ozda bo'ladi. Ha. Bor, kofe damlagin. Bor. Xo'p. Bor. Shaptali. Shuncha pulni nima qiladilar? Baribir olib keta olmaydilar. Bizga qoladi. Hayotda bitta orzuyim bor. Milliard. Qanaqa bo'larkin? Faqat televizorlarda ko'rganman. Bitta orzuyim amalga oshdi. Marhamat. Shu choyingizni yaxshi ko'raman-da. Shu choyingizni ichishim bilan yana ham tetiklashib ketaman. Ha. Buni ichiga nima solasiz bilmayman-ku. Ammo lekin rohatli joy. Aytganman-ku, mehr qo'shaman. Tezroq tuzalib ketsangiz, hovlimizga ketardik. Albatta. Siz va men. Hozir dalalarda lolalar ochilgan. Lola sayriga borardik. Siz bilan men kerak bo'lsa dunyoning nari chekkasiga ham borishga tayyorman. O'zimni mehribonim. Sizni uchratganimdan beri hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Dunyoda bunaqa mehribon insonlar borligini bilmagandim. Agar